Üçüncü bölüm. Raqibning ishxonasidan yerim kechada odam oyog'i uzildi. U tamaka isi bilan islashib ketgan ishxonaning eshigini ochdida Pofaykajon zaldan o'tib, quyuq daraxtlik hovliga chiqdi. Pakar shoq ayrilgan olmalarning osti raqibga surlik, xatarlik bilindi. Yenidagi uylarda qurolli isyonchilar, harbiylar turvatqiniga qaramay uni surbasdi. U qo'rqib zalga dajidi. Onun bu ishxonaga kirmigi osonga tushmadi. Navoda yanvar inqilobi bo'lib, huquq tartib etish ijod qilinmagan bo'lsa, raqibning bu sobiq birinchi shuji ishxonasida huquqdor bo'lib o'tirishi mumkin emas edi. Buning uchun uning Shanxay ishchilariga muhabbati cho'nqur. Uning inqilobiy rahbari kadr vakili degan nomga ega bo'lmog'imi osonga to'xtamadi. U dastlab ishchi dehqon isyonchilari Silanbosining birinchi nomerli xizmatchisi, ya'ni traktor remont zavodining savodsiz ishchisiga yaxshi ko'rinish uchun o'zining nohiyadagi 3 ig'izliq uyiga uni ko'chirib chiqdi. Arzon, un, go'sht, maylar bilanmi bu silingni obdan ta'minladi. Ondan keyin sahar turib Silanboning oilasini, ishxonalarini tozalab, qaynoq suv qaynatib, lifing ruhini joriy qildirdi. Yana qurolli qismlarning nələrdən bulab gələn olcularını xalis bölüb, öy-öylərə toşidi. Savadsız rəhbərlərini talant və qabiliyyət egisi deb maqtaş, ularning yol yoruqlarını çoğ xətlik gezit qilib yasab chiqarish, ular to'g'risida jang bilan ko'rishdi. Chin buda qabul qilindi degan mazmunlarda gap to'qish raqib uchun ko'ngillik emek bo'lib hisoblandi. Bu yil yanvarda Noyidagi isyonchilar Shanxay isyonchilarining izidan minib, Noyidlik partkom bilan xalq hukumatining huquqini tortib olgan bo'lsa-mu, yuqoridan e'tirof qilinmaganligi, muhim huquq tortib olgandan keyin bu tajribasiz, bilimsiz, iqtidorsiz odamlar to'pi butun nohiyaning inqilob va ishlab chiqarish ishlariga rahbarlik qilishning hodisidan chiqolmaganligi uchun shu yerda turishliq qurolli qismlar busi amaliy huquqni o'tkazib olib, bu isyonchilarning birlashma tashkilotini tayyorlik ko'rish komiteti qilib o'zgartib qo'ygan. Bu tashkilotning qilgan ishi inqilob, ya'ni o'ziga qarshi tarafdagi isyonchilar qo'mondonlik shtabi bilan elishish. Buning uchun bu tashkilot noyining hamma xarajatini ishga selib, necha yuzlagan, hatto minglagan qurolli bekorchilarni yaxshi tomoq, o'q-yaroq va hatto haq bilan ta'minlaydi. Nurg'un pulga to'xtagan yuqori ovozli radio kanallari, bu kanallar qancha egiz o'rnatilsa, shuncha yaxshi. Tashviqot mashinalari kuniga necha yuz betlik bo'lib chiqadigan cho'ng xatlik gazet, varaqlar, tashviqotchilar, odam tutquchi qurolli qismlar o'zlari qurib olgan turma so'roqlarni ishga selib qarshi tarafga hujum qiladi. Ularning aloqachilari oblast, Urumchi hatto Beyjinglar bilan aloqa qilib, eng yangi xabarlarni tepib kelib, davlat rahbarlarining so'zlari, cho'ng ommaviy tashkilotlarning faoliyatlarini xabar qilish orqali qarshi tarafning tishiga tegadi va qarshi tarafni tillaydi. Qarshi tashkilotni yo'qitib, o'zlarini birdan-bir to'g'ri yo'l va haqiqatning himoyachilar qilib ko'rsatishga jinini otgan bu uchiga chiqqan shaxsiyatchi tashkilot raqib uchun mana shuning uchun qimmatli e'tibor. Raqib o'zimi boshqalarga hujum qilish, suiqasd va yuqorining qo'llashi orqali boshqalarni yo'q qilib etishdan cheksiz huzur olgan va bunda qilishni hayotining lazzat deb bildigan odam bo'lg'achqa o'zining ming barobar yo'g'ini deb ko'rsatadigan mikroskopdagi ko'rinish bo'lgan bu tashkilotni nemishqa jini bilan barobar ko'rmisin? Uning bu tashkilotda rahbarlik o'rni yo'q, lekin keyin u material tayyorlab, varaqa taratquchidan tarjimonlikdan keyin harbiy rayon bilan aloqa qilgan aloqachiga aylandi. Bo'libmi, yaqindan beri inqilobiy komitet qurish to'g'risidagi gap so'zlar ko'paygan sari o'quvchilarning raqibdak rahbariy kadrga bo'lgan ko'z qarshida o'zgarish bo'lmoqda. Ular raqibni muhim ishlarga qatnashtiradigan rasmiy doimiy hay'at deb taniydigan bo'lib qolishdi. Mana bu o'zgarish raqibni texim oldiratdi. Xo'sh qildi. U o'zining kundalik aldirashidan texim rozi bo'ldigan kunlarning yiroq emasligini tushunib yetdi. Hozir doimiy hay'atlar uning yotiqiga to'plandi.
Raqib Nailik partkom şujesi o'ltirgan döglək yo'lanchiklik o'rindiqda o'ltirib, Hərbiy rayon siyosiy komissarining ommaviy tashkilotlarning davlat va xalqning mulkini bulash-talash harakatini cheklash to'g'risidagi yo'l yo'riqini xanzu tilda yetkazdi. U shu chaqda o'zini Naining munosib rahbari hisoblagan va tezroq bu kunlarning kelishini orzu qilgan edi. U keyingi kunlarda har kuni degidek oblastga, Hərbiy rayonga kirib, yangi yo'l yo'riqlarni elib chiqib yurgashga, Naida ustun o'rinda turayotgan tashkilotning birinchi, ikkinchi nomerlik rahbarlari, birinchi rahbari traktor zavodining shoferi, ikkinchi rahbari ikkinchi o'tir maktabning o'quvchisi, raqibni Hərbiy rayonda orqa terki bor, kelgusida cho'ng huquqlar bo'ladi deb o'ylab, o'zlariga muhim maslahatchi, amaliyotda rahbar hisoblab, nimalar qilsa uning maslahatini oldigan bo'lib qolgan. Shuning uchun raqib garchi bir konkret amaliy bo'lmasa-mu, amaliyotda necha ming a'zosi bor. Kuchlik ommaviy tashkilotning yoshirin rahbari orqa terki bo'lib qolgan. Mana bu hol uni cheksiz xushal qilgan, huzurlantirgan edi. U uyiga kirib yon qurolni yeniga ostida hovliga chiqdi. Kecha jimjit, ammo surlik. U tomni yoqlab minib, pakar uylardagi shopografda ishlaydigan qizlar yotiq tarafga qarab mangdi. U atrofni tinglab boqdi. Atrof jimjit. U asta kelib eshik yenidagi derazaning sunuq aynigini chiqardi-da, qo'lni tiqib eshikni ochdi. Tashqarqi uyda 2 karvat bor edi. U karvatlarning birini sepidi. Kim? Bir qiz cho'chib uyg'ondi va pichirladi. Nimancha kech kirdingiz? Bir soatdan keyin u o'quvchi qizning yenidan chiqdi. Nurg'un ajr sarf qilib qo'lga tushirgan bu nodon qiz raqibning hayotga bo'lgan talabining hodisidan chiqolmagan chig'i, u osmondagi yo'pqi bulutlar orasiga yoshiringan to'lin oyga qarab hasrat bilan tortdi. Go'zalay, shuncha ichishdim, lekin texcha tiniqing yuzimga, sochlaring badanimga tekkin yo'q. Menga hozir bir salla bilamsan, bir sen go'zalay kamli qilsan, dedi o'z-o'ziga pichirlab. Nimani kutsan? Yana shu a'lo degan chala o'lik itnimi yoki qushmi menga o'talmaydigan Po'lat sepilning g'arbidagi ota-onangnimi? Pul bersam olmaysan. Texi sizning pulingiz meni bir qitim baxtsiz qildi. Endi takrorlanmasa deysina? Loyiga milinib qurilishda ishlab, yalang'idaq chin chitko'nglik bilan mangsangmi, menga xuddi butun osmonni salla yo'rtayotgandek ko'rinasan. Oh, go'zalay, 2 qitim uylandim. Sanab baxsam 34 ayol bilan aloqada bo'ptiman. Ularning 6sidan bola tepibdiman. 2sining o'limiga sababchi bo'ptiman. Biroq nimadan qo'rqaman? Men ularni zo'rlamadim. Magnitga to'mir parchalari tortilgandek ular menga tortildi. Men u ishlarim uchun faxrlansam bo'ladi. Uning ustiga qaysi bunda qilmaydi? 34 degan qanchalik son? Hammasi o'tgan ishlar. O'tgan ishlar uchun kim hisob oladi? İş qilib, sen güzellay menga ko'ngil bersanglar, men buningdan keyin jinoyat, gunoh o'tkazishdan saqlanib qolalaydim. Meni salla xatolikdan, paskashlikdan saqlab baxtli qolalaydim. Lekin sen osmonning qarida, men munu paskina yer ustida har qancha qilsammi, sanga qo'lim yetmaydi. Biri yo'taldi, u xiyoldan sagidi. Yo'ldosh raqibmi, rasmiyat kulkisimi anglandi. Lavjam, dedi raqib u tarafga minib, sizmi uxlayolmabsiz-da? Bizning qo'ral qismlari bulab kelgan un bilan hasarning derkini qilg'ilni nemisi Lauri? Ommaviy harakat tursa, cho'ng yo'nalishga qarash kerak-da. Bu siyosiy komissarmi toza? Qo'rqmang Lavjang, buning chorasi oson. Ammo lekin erkin bozorda sotqizib pulni bo'lishib olib yomon qilibsizlar. Siz qancha oldingiz Lavjang? Olmayman desem, unlaşmidi, 2000 yuan algan, o'rni bor, to'lib etaman. Ishinaman, qo'rqmang. İnqilobiy komitet qurilsa, siz jazman birinchi muavin jo'rim bo'lasiz. U chaqda bu ishlarni kimmi tilg'anlar? Kimmi deganingizni, ashu komissarchu, chiroyidan muz yog'dan odamkan u. İnqilobiy komitetga ashu Gao Jingwei jo'rim bo'ldiganda qiladi. Uning qo'liga qolsak, bizga yaxshi kun yo'q. Nimishqa biz bir pay ko'z qarashimiz o'xshash tursa, payning ichida mazhab bor-da,
u degan kallasi Grand Tashdek qatqan Yan'an markali kona ablaq. Pit sirkini sürüştürüp yürüydü. Lauri, kim biladi? Texi sizning baya şapıgraf bölümünden chiqqanınız onun dafteriga tushib bo'ldimi texi? Raqibning yuragi jiq qilib qoldi. Bu nima deganingiz, Lavjan? O'zimchila deb qo'ydim, Lauri. Bumi sizning mening nechilik pul olganimni so'rab baqqandekli bir ishda? Ha. Raqib yolg'on kuldi. Lavjan gumonning o'rni bo'lsin-da, xotirjam bo'ling. Siz texi partkom qurilsa, shujimi bo'lalaysiz. Biz texi partiyaga kirmagan, Lauri. Sizdek pishqadam partiya a'zolaridan bizga oshmas. Partiyaga kirmagan bilan necha huquqlarni partiyadan qo'g'lashni tasdiqlagansiz, hozir ramka yo'q. Avval shuji bo'lib, keyin partiyaga kirsangiz bo'laverdi. Bu ishda siz ko'proq yordam qilarsiz, Lauri. Birinchidan, siz koni partiya a'zosi, ikkinchidan komissar bilan alohida yaqin. Ular qarmoqqa do'st, amalda bir-biriga dushman. Ularning manfaat o'rtaqchiligi bor, talashishimi bor. Ular bir-biriga beqinadi, navbati kelsa bir-birini tirik ko'midi. Shuning uchun ularning chiroyli gaplarimi, kulkisimi yolg'on. Ular yerim kechida bir-biriga nurg'un va'dalarni berishib, har kim o'z ishxonasiga kirib ketishdi. Lekin ular yanala uxlay olmadi. Raqib bugun nimashqidir biyarim aloqsada edi. U xuddi hozirla bir derazadan sakrab tushadigandak cho'chib, qo'rqib turardi. U heliqi shapografda ishlaydigan qizning meni ahmoq qilsangiz, mendan saq qutula olmaysiz jumung degan so'zdan qo'rqdimi yoki boyqi birinchi nomerli xizmatchining sizmi komissarning daftarida degan so'zdanmi qo'rqdimi? Bunisi o'ziga qarang'u. Ish qilib u qo'rqmoqda, cho'chimoqda. Tang qorong'uligida u oxiri ikki qurolli o'quvchining himoyasida komissarning yeniga qurolli qismlar bo'si tarafga mangdi. U boyqi jangdan burunroq berib 2000 so'm to'g'risida komissarga doklad berib qo'yish kerak. Bu uning vijdon oldidagi burchi. U jimjit ko'chada ikki qurolli yigitning himoyasida g'ash-g'ash dastlab mangandila o'zini ahamiyatli ishga mangan davlat xalq uchun nihoyat zo'r ish qilib berayotgan odam hisoblab chin yurgidan xushal bo'ldi. Xushallik hammaga zarur, lekin uning manbasi, ma'nosi har xil bo'ldi. Birlari emgaki, halolligi bilan xush bo'ladi, birlari boshqalarning muvaffaqiyati, o'zining boshqalarga qilgan yordami yoki ko'pchilik vatan xalqning ro'naq tepishi bilan xushal bo'ldi. Yana birlari bo'lsa, boshqalarning falokati, halokati, o'zining shumligi, razilligi bilan xushal bo'ladi. Albatta, yana birlari o'z rohat farog'ati, foyda manfaati bilan xushal bo'ladi. Raqibning nimaga xushal bo'lganini kitobxon o'zi bilib olsin. Biz uning komissari Shirin uyquda uyg'otib, uyiga kirish jarayonida vaqt sarf qilmaylik. Ularning nima deyishganini aynan xotiraga tirkab qo'yaylik. Komissar egiz bo'y, dumchakrak, chosi yuz, yo'g'on bosh, shangroq, 50 ga yaqinlashgan odam. U raqibni so'g'ilga kutib oldi va muhofazachilarga ketishni ishorat qildi. Xo'sh, nima ish? Dedi u esnab qo'yib. Raqib avval uningga papiros tutdi, ondan keyin chaqmoq chiqib o't sundi. Oxirida o'zi ijod qilgan g'alati qiyofatda kulib qo'ydi-da, Jang Fishwan, heliq Lavjang, bizning payga so'qinib kirib olgan buzuq katvash, uning bulangchilik qilish, pachoqlash, urush qiynash qatorliq aksil inqilobiy jinoyatlardan konkret materialga ega bo'ldik. Men sizga sonliq ma'lumotlarni aytib beray dedim. Komissar odati bo'yicha ishtinni tizdan yuqori turdi-da, tukirib qo'yib raqibga qarab beshni irg'itdi. Raqib daftarni ichib qo'yib, oy, kun, o'rin, qatnashuvchilar, oshliq, go'sht, moy, hasarlarning soni, so'misi qatorliqlarni birma-bir aytib chiqdi. Komissar orlab daftarga bir nimalarni yozib qo'ydi. Raqib to'xtagandan keyin u yana bir qitim tukirib qo'yib, "Amillashganmi?" deb so'radi. 100% amillashgan, Gao Jingwei. Biz tekshirib ko'raylik. Bo'ladi. Gao Jingwei darhol tadbir qo'llanmasak, Xongza Xuyining chilarning eg'izini basalmaymiz. Adi bir yoqqa ketib qolmang. Xongza Xuyichilar siling busiga berib, inqilobiy cho'ng birlashish to'g'risida so'zlashib kelamiz. Sizmi bilib bering. Bo'ladi. Gao Jingwei, yana qanday yo'l yo'riqingiz bor?
u yana bir qitim tükürdü. Bir muhim iş var. Canның işi unchalik muhim emas. Muni ish muhim. Qandaq ish Jangbey? Bir aksil inqilobiy tashkilot bu yerda harakat qilib yetibdi. Urumchidan ularning muhim odamlari Ili rayoniga kelgan. Bular chet el bilan aloqa bog'lab, qurolliq qo'zg'olon ko'tarmoqchi. Sizlarning xizmat ko'rsatadigan vaqtinglar keldi. Yaxshi xizmat ko'rsatsanglar, partiya xalq sizning xizmatingizni yerda qo'ymaydi. Har qanday xizmatga zarur tepilganda jinimni qurbon qilishga tayyorman, Gao Jingwei. Markazda bir rahbari yo'ldosh Shinjongda aksil inqilobchi degan kala tukidan to'la deb bekor aytmagan chet el ishpiyonlari aksil inqilobchilar biraqlat uvusidan chiqdi. Buni rasmdagi odamni ko'rganmisiz? Raqib rasmni ko'rdi-da xuddi oltin tepib olgandek xushal bo'lib ketdi. Tanıyman, Gao Jingwei, bu ablaqni men yaqinda bir to'p chilbirlarning orasida ko'rdim. Mundaqdan noyid yaxshi. Adla tutayli, Gao Jingwei. Yo'q, oldirmang. Hozircha ularning orasiga odam kirgizing. Yaxshi ishlang, yo'ldosh raqib. İnqilobiy komitet qurilganda men sizni xalq amonlik saqlash guruhiga mas'ul qilaman. U talaga chiqqanda oy g'arbga qiyshib, qapqara ko'ringan daraxtlarning kayniga yoshiringan edi. Raqib oyga qarab, asabiylarcha xo'shallik bilan so'zladi. Xo'shlashishga oldirmang bizalay. Pat yaqinda rishtangiz qattiq bog'langan biri bilan xo'shlashsiz, mangulikka xo'shlashsiz. Onunğa Nailik Parkın binası oldida yana lavjang uchradi. Bu qitim ular bir-birsiga qarshib, ta'ni bilan dimiqida kulib qo'yishdi. Kimni qandaq yo'l bilan Nodirovning geniga avatib, ishonsiz ega qilg'uluq. Bu ish uchun raqib 2 kun boshqa turdi. U tushliki bozorda savdo idorasining ishxonasidan g'izallanib chiqib ketib, Nailik Ma'rif idorasining boshlig'i Qurmashning mursiga eslib nola qilayotgan Namatni ko'rib qoldi. Namat xotaniki ayolni qo'yib etib, bir qism pul va gilamlar bilan G'uljiga qaytib chiqib olgan. O nurg'un pulliq savdogar sifatida G'ulji shahrida tilga ilingan. Madaniyat inqilobi boshlanganda yangidan setib olgan qo'ru joyi axtarilgan va xeyli nurg'un mollari musodara qilingan. Bu yilning 5-dan boshlab u Xanzu bozori bilan tashlabki orliqida ovqat qilib yurib, yana beyib olgan. O yaqinda G'ulji shahrini xatarlik hisoblab, bu nayining orqa ko'chasidan bir qo'ru joy setib olib, Gongshi asosi qiyofatiga kirib olib, savdogarchilik qilib yurmoqda edi. Bir necha kun burun nayidagi huquq tartib olishga tayyorlik qilish komitetining qurolliq jangchilari uning uyini yana oqtirib, nurg'un ochliq bildi, pul, oltin qatorliq mollarni bulab kelgan. Hozir u Qurmashqa naq mana mushu ziyonlari ustida hol etmoqda. Qo'li bilan raqibni ko'rsatib, birnimlarni deb jinumoqda edi. Raqib uningga qaradi. Namatning soqol burdi o'sgan, ko'zlari hozirla kasaldan qo'pgandek elishang'u. U shapkasini ta'tir kiyib, oldi chochlarini pulanglatib, patqoqqa milangan rezinka o'tik ichidagi putlarini sal-pal egib, to'qilma yoqliq ko'ni chipar chapan, yangidan orala chiqib turgan qo'llarini shiltib so'zlayotdi. Him deb o'yladi raqib xushal bo'lib. Mana bu bo'ldi, toza joyda. U shundoq dedi-da, shtabga qarab oldirab mangdi. Shu kuni kechida u Namatning buk daraxtlik cho'ng bog', chitlangan tomlari bor qo'rusi oldiga kelib, birga kelgan 2 muhofazachiga yiroqda ketmay ko'rinib, mo'kinib turishini chekib, qo'sh qanotliq eshikning yo'g'on to'ngisini sharaqlatdi. Eshikdan ovoz anglish bilan birining ovozi tom, birining ovozi inchika ikki it xuddi raqibni yevitgandek g'azab bilan navshidi. Raqib eshik yuchqidan qaradi. Peshayvon ostidagi uy eshigi ichilganligini ko'rdi. Aqturish samka. Namat itlarga vaqirdi. Kim? Bu men raqib. Raqib o'jangmi? Ishingiz bormidi? Raqib Namatning qo'rqib o'tib qolganini sezdi. Qo'rqma Namat. Men seni tutquli kelmedim, yordam qilg'ili keldim. Salomatmi bo'jang? Namat ishini ochgandan keyin duduqladi. Ish pish. Sarang bo'ldingmi Namat? Namatak, uyingga boshla, mehmon bo'lg'ili keldim. Biya bo'jang, boshqa kuni. He. Voy xunpar, keklik so'qishtirmoqchimisan degina? Hech qisi yo'q. Yur, ishlaringni to'sa, 20 soat o'ltirib qaytaman. Avu mikyanni bir amal qilib 20 soatlik yo'lga sol. Namat amalsiz raqibni uyiga boshlab kirdi.
Dalan uydan zilva, chiroyli bir cho'kan ishkirki uyga qarab mangdi. Raqib darhol cho'kan bilan ko'z uchrashtirdi. Cho'kan raqibga tonishta qildi, ha? Ras, bir qitim Noyidin avtobusda birga kelgan. Raqib uni Do'ng mozorda mehmon qilgan emasmidi? Raqib dalan kengidan o'rin oldi va uyiga sinchilab qarab. Namat adash, yangi kelin joyida ekan, qara, uyingni maylagandek tutibdi, dedi. Buningdan keyin tutar texi, Bojang tonishqili 2 kun bo'ldi, uyga birinchi qitim kelishi. Belli, shunga uyingni mendan qochirgan ekansan-da. Cheqishib qolsam nikohlanaman, Bojang. Endi qanchinchisi bo'ladi? Nikohlansam, Xudoyim buyursa 6-sida. Nikohlanmaganlarning qanchinchisi? He. Bojang, qiziq gap qildingiz-da. U ishkirki uyga kirib pichirladi. Xeyildan keyin heliqi cho'kat to'qilma palshubga kiyib dalonga chiqdi va raqibga qarab oltin tishini ko'rsatib miyiqida kulib qo'yib, sun'iy noz karishma bilan o'yliga qarab mangdi. Qisqa tujurkisining tugmalarini egiz-pas etib, uning keynidan namatmi mangdi. U tapsida turib raqibga qayrildi. 5 minut ta'xir qilsizda, men mavuni qorong'uliqdan o'tkazib qo'yibla. Ular chiqib ketgandan keyin raqib qilgan ish topolmay ramkaga ilingan aynak ichidagi rasmlarni ko'rishga boshladi. Uning ko'zi 6 yigit bilan tushgan rasmga qadaldi. Ular bir xil xodanidan ishdan chopan kiyishgan, yalang'ochtaq, nomatdan boshqalari chosh qo'ygan o'quvchilar edi. Raqib barmoq bilan oldida o'tirganlarning o'tirsidagi qo'shimizni turib jiddiy qiyofatda turgan yigitning yuziga noqidi. Oshir, dedi u g'azab bilan, sen texi bu noyining birinchi shujaliqi, bu yerdan o'sib oblastning muavin shujaliqi, Abdunum rayonining nozirligi, muavin raislikni ko'zlab o'tirgansan. Shuning uchun dum yetib, dum qopib, etizxonlarda yuriysan. Lekin seni kelgusida mansab emas, turma, jazo miltiq o'qi kutib turganini o'ylabmi qo'ymagansan, ha? Senchu ala anglasam, hali ham kuniga necha soatlab kitob o'qib, maqola yozib, chet el tili yodlovig'idaksan. Senmi kelgusida bilimda tangdishi yo'q olim bo'lib, 21-asr Uyg'urlar uchun zo'r munar tiklab, o'lmas odamga aylanmoqchisan. Yo'q, men seni murodingga yetkazmayman. Seni pat yaqinda to'pichishildiman. Seni bu taqdirdan hech kim qutuldira olmaydi. Sana bitilgan baxtdan men raqib bahramon bo'laman. Sana berilmoqchi bo'lgan shon sharaf hatto sening ayolingmi mening bo'ladi. Ha, sen qurmash, mavi budurchash, munu sahraliq tarmush sallarchu. Men sallarga muhoshir, a'lolarning orqasidan so'quldashning nemaligini ko'rsatib qo'yman. Sallarga turmining bo'rga chuslari bilan taklimaqqan qum bo'ralarning beradigan mukofoti bor texi. Sizlarni yaqin kelgusida bu mukofot kutib turibdi. Senchu nomat adash, yaxshi xizmat qilsang, ta'ling o'ngdan kelsa, hozirqidan yaxshi kun ko'rsan. Navoda peshanang kaj bo'lib, Gongchandangning haqiqati o'z kuchini ko'rsatsa-chu, u chaqlarda ranjima, men seni dalda qilib o'zimni qo'g'dayman. Sening jasading meni qo'g'dishi kerak. Hey, baxtsiz banda, menga utuq tila, mening soyim sana saray bo'lalaydi. Ho'yli ishki g'ijirlamagan, ishki itbog'laqda turib, egisining ovozini anglab, erkilib g'ingshmagan bo'lsa, raqib yana nemalarni so'zlaydikin. U namatning ovozini anglab, rasmni joyiga qo'yib, shapkani ko'ziga yepib uxlagan bo'lib, o'ngda yetib oldi. Rabojang, dedi namat eshikdan hijib kirib, qani turing, avval 2 rumkadan shayli. Raqib ko'zni uvlab ör bo'ldi. Uning yapma qapoqlari ostidagi qiyshiq ko'zlari namatga qadaldi. Qani qo'yg'in amsa, zakuskang nima? Qo'yib ishimi joyda. 2 rumka bilan ish tamom bo'lmadi. Ular qirliq rumkada bir-biriga salomatlik, utuq, baxt tilab nurg'un ishishdi. Oxir raqib aytadigan gaplarni yig'inchoqlab xulosladi. Shunda qog'ina, dedi u namatga tikilib turib jiddiy va surli qiyofatda. Bu bir qattiq sinaq, jiddiy vazifa. Sen hayoting bilan hisoblashib ish qil. Sen zarba yegan bechora qiyofatda Nodirovga hol aytsan. Uning ishonchiga, diqqatiga, oxirida ishlatishiga, sir aytishiga sazovor bo'lsan. Bizga ahvoldan doklad qilaman deb avvar bo'lma. Biz seni bir necha qitim qo'lga olamiz.
Dokladni shu chaqda qilsin, ammo sen tezla so'laqdan qechib ketasan. Biz sening surating besilgan varaqani hamma yerga tarqitamiz. Hamma odam seni xatarlik deb biladi. Sen shu chaqdala ularning yurgidan o'rin olalaysan. Sen üzül-kesil azat bo'lib chiqqan chaqda musadara qilingan pul mening, ish haqqing, muhim o'rindagi xizmating hammasi asliga keldi. U chaqda bizning o'rtaq dushmanlarimiz Hoshir, A'lo deganlar yer yuzida yo'q bo'ladi. Adash, shu chaqda haraqning qolgan ishimiz qandaq? Aksal inqilobiy tashkilot a'zolarini bizga tutib berishda hukumat xalq oldida jonni pido qila olmayman deb qasam ichalamsan? Ichalayman bo'jang. Chandursang xoyil qilsangchu, beshim jodu ostida bo'jang. Yodingdimi vazifang nima? Yodimda. Mundaqlar boshchiligidagi Aksal inqilobiy guruhning Ili rayonidagi qora qo'lni kesib tashlash. Usuling nima? Nadirovning ishonchiga ega bo'lib olib, ularning yuragiga kirish. Nishon, Hoshir, A'lo. Yaraysan, Namet. Sen bilan biz bu xizmatimiz uchun jazman partiya, hukumat oldida mukofotlanamiz. Esingda tut. Navoda ularning yuragiga kiralmasang, parqiraq toshni guhar qilib ko'rsatishga tayyorlanib qo'y. Xo'p, tushungansan? Tushunaman. Men savdogar, yolg'on molni rost mol deb setish bizning hunarimiz. Xotirjam bo'ling. Mening ularga bo'lgan g'azabim siznikidan kam emas. Yaraysan, endi men ketay. İşlar avşidi. Namet hoyli ishkiga qarab yugurdi va birdamdan keyin ayollar bilan birga qaytib kirdi. Bu qitim ishki cho'kan Namet bilan birga kirgan edi. Cho'kanlar haraq bilan qizirib, rang tuzgan raqibga noz va qiziqish bilan qarab qo'yib, ishkiri uyga mengishdi. Raqib ayollarga tikilib shahvona nafsoniyati bilan ko'zlarini o'ynatdi va ijaydi. Endi Rabojang o'yinni tong atarga o'zgarsa qandaq? Taza kelgan yerken avu keyindikisi sizning. Biroq bugun bo'lmaydi. Bugun jiddiy ishim bor. Bilamsan, bu tamoshimiz texi oldimizda. Biz nurg'un qitim bil bo'lamiz. U ikki qurolli o'quvchining o'tirsida ikki tarafga shoq ayirgan qiyri o'riklar bilan to'lgan jimjit ko'chada kelib etib, Namatning uyi tarafga yenishlab qaradim. Namatning beg'idan sus chiroq yo'rg'i ko'rinib turadi. U xuddi bir muhim nemisini unutib qolgandek, u uydan mehrini uzilmay o'tadi. Uni yipsiz o'ziga bog'lab olgan zodi nima? Heriq ishki uchib o'tliq ko'zlarmi yoki Namatga aytgan vazni, eg'ir so'zlarining yoshirin vahimisimi? Buni albatta raqib o'zi biladi-da. Yana shu o'ruqmolning chovi yig'dak yupqa, alang'u bulut bilan qaplangan osmon. Bulutlar kaynidan yo'shirinib chiqqan nozliq cho'kandek jilvilik to'lin ay. Raqib yana oyga qaradi. U bu qitim oyga qaraganda yurkini o'rtayotgan harorat ichida bir xil to'lma so'g'uq, ko'ngilni g'ash qiladigan to'mirdek eg'ir uyutmaning borligini sezdi. Bu nima? Bu albatta raqibning o'ziga belgilik bo'lgan vijdon, insoniy tuyg'u o'ti ichidagi azob tashqili. Hoshir uninga nima yomonlik qildi? Mansab lozim bo'lsa, Hoshir bilan talashmasmi? O'rin ko'p-ku. U o'zi bildigan odam bilan talashishi, xuddi qog'i burkut yoki sa bilan uzuq talashmay, naq o'z nasli bo'lgan qog'i bilan talashqiniga o'xshash o'z xizmatdoshi, o'ziga g'amxo'rlik qilg'uchi bilan talashishi kerak ekan. Bu nadin paydo bo'lgan qonun? U nimishqa Hoshir bilan o'chakishib qoldi? U Hoshir bilan hozirgacha hech narsa talashgan, yomonlashgan emas. Yana nima uchun uni yo'qotish uning uchun ko'ngillik bo'lib qoldi? Durust, mansab o'rin uchun. Noida Hoshir bo'lmasa, raqib ikkinchi qo'l bo'la oladi. 3-4 yil bu o'rinda tursa 40 yoshga kirguncha oblast, avtonom rayonlarga o'salaydi. Mana shuning uchun Hoshirni ko'zdan yo'qotish kerak. Hoshir xalq qalbidan o'rin olmagan, zo'r inovat ishonchisiga ega bo'lmagan bo'lsa, balki u raqibning bunchalik xatarlik dushmani hisoblanmagan bo'lar edi. A'lochi, A'loga bir chiroyli qiz ko'ngil bergani uchun u raqibning dushmani bo'lib qolganmi? U raqibga qanchalik dushmanlik qildi? Odilaning qizini beqib olgani yoki go'zallay bilan to'y qilib, keyin ajrashib ketganligi yoki bo'lmasa tirishib o'rganib bilimga berilganligi, bu yo'l bilan xalq ichida inovat topganligi uchun u raqibga dushman hisoblanish kerakmi?
Yuqori ishlarni raqib bilan nima aloqasi bor? U birdilla Odilani esladi. U chaq kashkuz, sovuq shamolliq bir kun edi. Raqib sharqiy mahalladagi bir tuqunning uyidan velosiped bilan kelyotdi. Taxta ko'rikda u biriga so'qildi. U velosipeddan tushib so'qilg'uchiga qaradi. Yuzlari so'zinchoq, ko'zlari nurliq, sal qush burun kelgan o'ruq ayol g'azab bilan raqibga tikildi. "Ah, Odilami siz?" "Yo'q, emasman. Nimaga so'qilib yurisiz? Kishilarga putlashishdan boshqani bilmamsiz?" "Odila, to'xtang, men. Nimaga to'xtaydim? Beshimni kesib oling debmi? Siz hozir nerda? Yer yuzida. Dilaramning yuz xotirasi uchun. Nima? Kimning ismini tilingizga ilyapsiz? Xotirjam bo'ling. U sizning dilingizning aromi emas, dushmani. U cho'ng bo'lganda sizni o'z qo'li bilan o'ldiradi. Ha ha ha." Raqib hayotida shu ko'tak qo'rqmagan. Odila hozir nadikin? U nimaga kulib edikin? Dilara raqibni o'ldirarmish. U hozir ashu a'loning qo'lida cho'ng bo'lyotidi. U bu yil 4 yoshga to'lib 5 oy oshdi. O'z pushtidan tomgan ashu qizni himoyasiz, talaksiz qilib etish raqib uchun rohatmi? Güzelay, shuning uchun bulutlar kayniga mo'kib, menga sovuq qaramsina? Men seni azobga solaman. Balangni o'z dadisidan, seni muhabbatdan mangulikka mahrum qilaman. Muhabbatsiz baxtlik bo'la olmaysan. Muhabbat seni baxtsiz qilgan ekan, endi sen baxtlik bo'laman desang, tosh yurak, hissiyatsiz, vahshiy bo'lishing kerak. Shu chaqda sen nurliq, lekin tapting yo'q, yo'ruq, lekin mehrim yo'q haqiqiy oy bo'la olaysan. Uning yuragida haqiqat bilan yosalmalik, insof bilan vahshiylik, oddiy hissiyat bilan maxluqona yovvoyilik ana shundoq bir mahal untinsiz ilishdida oxir qabohat g'olib keldi. U o'z maqsadiga yetish uchun boshqalardan ustun bo'lish, yaxshi kun ko'rish uchun qabohatning quli bo'lmaydiganligini tushundi. Endi kayniga yenishga o'rin yo'q. Uni ishxonada ili harbiy rayondan chiqqan 2 odam kutib turgan ekan. Ular raqib bilan to'liq qizg'in ko'rishdi. "Hozirla mangayli", dedi ulardan biri kelishdiki, maqsadni aytib bo'lib, "Atla Urumchiga yurib ketadigan ish ekan. Siz inqilobiy rahbariy kadrlar vakili sifatida bu qitimqi inqilobiy komitet qurish tayyorlik korpusiga qatnashsangiz. Sizga vobal bo'pti ekan. Siz noyilik parkumda tashviqot bo'jang'i bo'psiz. Bu bekmi kichik o'rin. Siz cho'jang darajalik kadr ekansiz. Qandaq sizga ko'jang darajasiga rozi bo'ldingizkin tang?" Raqib bu rost gaplarni, yaxshi xabarlarni anglab ichidan hayajonlandi. U atisi 24 kishilik aeroplan bilan qeri qora yog'ochlar orasidagi g'ulja aydurmadan qo'zg'alganda o'zini cheksiz baxtlik, cheksiz g'ururlik his qildi. Chunki uni o'stirgan tuproq uning oyog'i ostida qolgan edi.